Xalqni ishlayotgan yangi qarorlar. 1-apreldan boshlab O'zbekistonda uy-joy va avtomashina oldi-sottisi faqat banklar orqali bo'lishi shart qilib qo'yildi. Tasavvur qiling. Bir inson halol mehnati, peshona terisi bilan yiqqan naqd puliga uy yoki mashina sotib olmoqchi. Yo'q, endi u o'z puliga o'zi xo'jayin emas. To'g'ridan-to'g'ri savdo qilish eshiklari yopildi. Endi u pulini ko'tarib majburan bankka borishi va u yerda qo'shimcha komissiya degan ajoyib surprizga duch kelishi shart. Shundan keyingina notarius bitimga pechat bosadi. Davlat banklari bu xizmati uchun uy-joydan 206 ming so'mgacha, mashinadan esa 105 ming so'mgacha pulingizdan komissiya ushlab qoladi. Xususiy banklarning ishtahasiga esa baho berib bo'lmaydi. Ular buni o'z insofiga qarab, xohlagancha belgilashi mumkin ekan. Azizlar, musulmonlar uchun bu masalaning o'ta og'riqli tomoni bor. Fuqaro o'z ixtiyori bilan emas, balki tizim majbur qilgani uchungina peshona terisi bilan topgan mablag'ining bir qismini qandaydir bankka qo'shqo'llab topshirishi ochiqdan ochiq nohaqlikdir. Qolaversa dinimizda ribo, ya'ni sudxo'rlik aralashgan moliyaviy muassasalardan uzoqroq yurish talab qilingan. Halol va haromni farqlaydigan dindorlarimiz uchun haqiqiy islom banklari yaratilmagan bir sharoitda ularni majburan shunday xizmatlardan foydalanishga undash fuqarolarning e'tiqodiy erkinligiga bosim o'tkazish emasmi? Mutasaddilar esa buni chiroyli qilib, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, soliqlarni ko'paytirish deb oqlashga urinishadi. Lekin keling, haqiqatga tik qaraylik. Asl yashirin iqtisodiyotni tepadagi yopiq tenderlar va millionlab dollarlik korrupsion sxemalarni ko'rmaganga olib, qonun faqat oddiy xalqning teshik cho'ntagiga kelgandagina zo'r ishlashi adolatdanmi? Qarorlarning butun yukini va xarajatlarini nega yana oddiy xalq ko'tarishi kerak? Bu zulm hali yetmagandek. Endilikda yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin va gazni naqd pulga berish to'xtatilib, faqat plastik karta orqali savdo qilish joriy etildi. Mutasaddilar balki bankomatda pulni kartaga kiritish tekin-ku deb o'zini oqlar. Lekin real hayotda-chi? Odamlar har doim ham bank izlab topa olmaydi. Oddiy xalq ko'chadagi paynet shoxobchalari yoki apparatlar orqali naqd pulini kartaga tushirishga majbur bo'lmoqda va buning uchun albatta komissiya to'layapti. Internetda tarqalayotgan video dalillar ham buni isbotlab turibdi. Siz naqd 105 ming so'm pulingizni plastikka tashlasangiz, 5 ming so'mmi ushlab qolinadi va hisobingizga 100 ming so'm tushadi. Dahshatlisi shundaki, o'sha 100 ming so'mga benzin olayotganingizda ham tizim yana sizdan komissiya undiradi. Bu shundoq ham zo'rg'a kun ko'rayotgan xalqni ochiqchasiga qiynash va ikki karra talon-taroj qilishdan boshqa narsa emas. Aslida xalqning qo'ldan tanlash huquqini tortib olib, hammani majburan bitta tizimga qaram qilib qo'yish, bu g'irt monopoliyaning o'zi-ku. Bu degani, siz o'zingiz peshona teri bilan topgan pulingizga ham o'zingiz xo'jayin emassiz. Ular sizning o'z mulkingizni erkin ishlatish huquqingizni shunchaki bo'g'ib tashlamoqda deganidir. Eng achinarlisi, bu holatlar nafaqat insoniylik mezonlariga, balki ularni o'zining bosh qomusi bo'lmish konstitutsiyasiga ham ziddir.